Salom bolalar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan biz mag'lublar jangini olib boramiz. Minecraftda. Hozir to'xtatib. Mayda tuxumi bor. Tuxumini o'zimiz olamiz. Vardin desangiz. Qaysi biri vardin ekan endi? Endi qaysini urishtiramiz? Nima bilan? Vizerda urishtir ekanmiz. Kalla mana shuni o'rganamiz. O'pale. 3 ta vizerga bitta vardim qarshi. Uzr kechirasizlar, kirib ketdi. Bugun videomizda 3 ta vizerga bitta vardim qarshi. Kimga ovoz berasizlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Rostdan ham. Maqsadimiz 100k. 100k. Birinchi uchuv. Oz bola sal bak bola. Bumble polha. Boss verma ko'p. 3 qil. 3 ta vizerga bitta vardim. Kim yutar ekan? Menimcha vardim yutadi. Asas. Keling sana. So'kinganim yo'q bola. Hamma narsam bosayman. Bosmagan narsa ustidan bosma. Bunisi reklamaga kirib ketaman, qilib ko'rganman. Bosmagan narsa umuman ustidan bosma. Sizni gapingizga kiramiz. Glusdan bosding, endi bosaver. 3-chi. Endi nima qildim? 2 marta ustidan bosdimmi? Ha. Obunachilar. Menga beshini. Yomon qiyin ekan. Telegramga paqishib qo'yganmi? Obunachilar kechirasiz, Telegramga kirib ketdi. Ozgina bam bo'lyapti. Bak deysizku. Bola ikkinchi qismi chiqar, короче.